Hozirgina sizga mana shu knopkani bosing va o'z kartangizga $1000 tushirib oling degan SMS keldi. Balki Gmaildan kelgandir. Va siz o'ylayapsiz, mana shu pulni olib qarzlarimni yupasam-ekan deb. Lekin shoshmang. Nimaga shoshmang dedim? Sababi siz hozir phishing qurboni bo'lish bo'zxalasi turibsiz va hozir biz phishing nima va phishingni oldini olishni 5 usulini ko'rib chiqamiz. Phishing oddiy tushuntiradigan bo'lsak, bu shunchaki firibgarlik. Firibgarlik qaysiki biron tanishingiz pulingizni oladi va sizni kidirib ketadi. Va kidirib ketish oldinlari bo'lgan bo'lsa, hozir rivojlanishchi hisobiga kibermakonga o'tdi va uni turlari ham juda ham ko'payib ketdi. Phishing ham o'shani bitta turlaridan bittasi. Hammaga ayonki, phishingning asosiy maqsadlaridan bittasi bu sizni ma'lumotingizni o'g'irlash, asosan kibermakonda va o'sha ma'lumotingiz orqali bank hisob raqamingizdan, kartangizdan yoki qaysi akkauntda pulingiz bo'lsa, o'sha hamma pulingizni shunchaki sipirib ketish. Xo'sh, buni oldini olsa bo'ladimi deb savol tug'ilishi mumkin. Albatta. Aynan hozir shu usullarni ko'rib chiqamiz. Birinchisi, oldin tasavvur qilamiz, bizga mesej keldi, ya'ni phishing email. Bizani ikkinchi tomonda hujumchi kutib turibdi, qaysiki biz link orqali kirib, unga xohlagan narsasini berishimizni. Lekin biz tekshirishni boshlaymiz. Xo'sh, birinchi usul nima? Birinchi usul bu manzil. Manzil qaysiki bizga SMS kelgani, ya'ni Gmailda bilsak, tepasida yozib qo'yilgan kimdan jo'natilgan. Aynan o'shani biz tekshirishimiz kerak. Ikkinchisi bu imloviy va vizual xatolar. Phishing emailni qilayotgan odamlar odatda juda aqlli bo'lishmaydi. O'shani hisobiga har doim imloviy xato qilishadi yoki qaysidir kompaniyani logotipini ko'chirayotgan paytda albatta xato qilishadi yoki sifati juda ham past bo'ladi. Uchinchisi bu kontentning maqsadi. Ya'ni sizga ular nima taklif berishyapti? Odatda ular shunchaki pulingni ol yoki shunchaki bos sovg'ingni ol, shunchaki bos pulingni ol va hokazolar taklif berishadi. Va bu albatta tekin pishloq degani va tekin pishloq har doim qopqonda bo'ladi. To'rtinchisi bu shubhali silkalar. Ya'ni sizga kelgan mesejda yoki xatda har doim odatda juda katta knopkalar bo'ladi. Ya'ni odamni o'zi jalb qilib turadigan. Va siz shu knopka orqali o'tsangiz, ular attakerni, ya'ni hujumchini saytiga olib boradi. Va erta asosan kredit kartalar yoki sizning shaxsiyatingizga tegishli bo'lgan asosiy ma'lumotlar so'ralgan bo'ladi. Va shu narsalarni zinhor kiritmaslik kerak. Chunki kiritishingiz bilan o'zi ularda hamma narsangiz bo'ladi va ular sizning nomingizdan istalgan narsani qilishingiz mumkin. Balki kredit olib qo'yishar yengiga. Beshinchisi va oxirgisi bu qo'shimcha fayllar. Ya'ni sizga yuborilgan xat bilan birga qo'shimcha fayl jo'natilgan bo'lishi mumkin. Misol uchun, mana shu pastdagi faylni skachasi qilib oling va uni to'ldirib bizga jo'natib yuboring, чтобы pulingizni olish uchun. Yoki mana shu pastdagi applicationni biz ertaga chiqib jo'natib yubordik. O'shani skachasi qilib o'zingiz ustanovka qiling va prizni oling va hokazolar. Ustanovka qilmaslik kerak va iloji boricha shunchaki ignore qilish foydali hisoblanadi. Odatda phishing emaillarni qilayotgan odamlar juda ham turli xil usullardan foydalanishadi. Va hozir aytib o'tganimizda, ya'ni sizga email orqali jo'natish bu shu usullardan bittasi edi xolos. Va agarda siz hamma usullarni bilmoqchi bo'lsangiz, shunchaki podpiska qilib qo'yasiz va keyingi videolarda hammasini tushuntirib boramiz. Sog' bo'linglar.